Bismillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh birodarlar. Bugun inshaalloh sizlar bilan juda ham bir muhim mavzu haqida suhbatlashamiz. Inshaalloh. Umid qilamanki, oxirigacha ko'rishga sabringiz yetadi, chunki o'zi manfaatli videolarni ko'p odamlar ko'rmaydi. Ko'radiganlarni orasida ham ko'pchilik oxirigacha ko'rmaydi deb o'ylayman, Alloh alam, lekin umidim bilan ko'p odamlar inshaalloh bundan manfaat topadi va katta foyda topadi inshaalloh. O'zi o'ylaymanki, siz mana katta ehtimol bilan bir yoki maksimum ikkita sabab bilan kuzatasiz. Birinchisi, men ingliz tili ustozman. Ikkinchisi, men davomiy tarzda hayotimizni mazmunli va ma'noli yashashni va bizning eng qadrli ne'matlarimiz bo'lgan iymonimiz, vaqtimiz va e'tiborimizni boshqalarni emas, o'zimizni foydamizga ishlaydigan qilib yashash va ularni himoya qilish yo'llarini o'rganaman va o'rganganlarimni sizlar bilan ulashib boraman. Meni kuzatsangiz, katta ehtimol bilan shu ikkita sababdan biri yoki ikkalasi sababli kuzatasiz. Alloh hammangizdan rozi bo'lsin. Agar siz meni ikkinchi sabab bilan kuzatadigan bo'lsangiz, bu video sizga o'ta manfaatli bo'ladi. O'zi inshaalloh hamma ko'rayotgan odamlarga manfaatli bo'ladi. Bu videoni tayyorlash va unga tayyorlanish jarayoni o'zi menga juda katta foyda olib keldi, alhamdulillah. Shuning uchun sizlar bilan bu topgan ma'lumotlarimni ulashmoqchiman. Rostdan foydali bo'ladi deb o'ylamaganimda bunaqa vaqt ketkazib o'tirmasdim. Shuning uchun iltimos sabringizni yig'ib olib, oxirigacha kuzatishga harakat qiling. Har doimgidek muammo, uning sabablari va yechimni keltirib, ko'rsatib, taqdim qilishga harakat qilaman qo'ldan kelgancha Allohning izni bilan. Bismillah. Bugungi bizning eng muhim ma'lumotlar to'plamimiz bo'lgan bir izlanishni sizlarga ko'rsatishdan oldin bir videoni ko'rsatmoqchiman. Videoni mazmuni odamlar borgan sari, vaqt o'tgan sari aqllashyaptimi yoki aqlsizlashyaptimi degan savolga, o'zi bizning bugungi mavzuyimiz shu savol atrofida aylanadi. Savolni javobini boshini o'zida olamiz videoni inshaalloh. Keyin har doimgidek muammo aytganimdek uni sabablari va yechim qilamiz. Mana shu video bizning bugungi videomizga juda ham yaxshi kontekst qilib ochib beradi deb o'yladim. Shuning uchun video ingliz tilida tarjima qilib beraman albatta. Ingliz tilini tushunmasangiz. Barakallohu fikum. Bismillah, kuzatamiz. My name is Dr. Jared Cooney Horvath. I'm a former teacher turned cognitive neuroscientist who focuses on human learning. And I do not receive funding, nor have I ever, from big tech. So a sad fact our generation has to face is this. Our kids are less cognitively capable than we were at their age. Since we've been standardizing and measuring cognitive development since the late 1800s, every generation has outperformed their parents. And that's exactly what we want. We want sharper kids. And the reason for this largely has been school. Each generation spends more time in school. We use school to develop our cognition. Congratulations, you see your correlation. Until Gen Z. Gen Z is the first generation in modern history to underperform us on basically every cognitive measure we have, from basic attention to memory to literacy to numeracy to executive functioning to even general IQ, even though they go to more school than we did. So why? What happened? What happened around 2010 that decoupled schooling from cognitive development? It can't be school. Schools basically look the same. It can't be biology. This hasn't had enough time to change. The answer appears to be the tools we are using within schools to drive that learning. Across 80 countries, as Gene was just saying, if you look at the data... Xo'p, mana shu ozgina pauza qilaman, birodarlar. Bu odam o'zi ustoz bo'lib, keyin neuroscientist, ya'ni miya olimi bo'lgan ekan, miya olimi bo'lib yetib chiqqan ekan, aytayaptiki, men hech qanaqa funding olmayman, ya'ni sponsorlarim boshqa narsalar bu narsani aytishga majburlamagan degan ma'noda aytayapti-da. Qisqasi ma'nosi gapini bizni aqliy salohiyat, ya'ni miyamizni qanchalik aqliy salohiyatini rivojlanayotganini o'lchashib boshlaganimizdan bir late 1800s deb aytayapti, taxminan 19-asr oxirlaridan boshlagan bo'lsak, aqliy salohiyatimizni rivojlanishini har bitta avlod o'zidan oldingi avloddan balandroq natijalar ko'rsatib kelgan. Ko'rsatkichlari balandroq bo'lgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan, misol uchun bizning ota-onamiz bu dodalarimizdan yaxshiroq ko'rsatkich ko'rsatishgan, bu dodalarimiz ularni ota-onasidan yaxshiroq ko'rsatkich ko'rsatishgan va hokazo. Ya'ni har bitta avlod o'zidan oldingi avloddan yaxshiroq aqliy salohiyat bilan maktablarni bitirgan, deyapti. Lekin Gen Z'ga kelganda mana shu trend
o'zgardi. Ya'ni Gen Z o'zidan oldingi avlodga qaraganda pastroq natija ko'rsatyapti endi deyapti. Boshlab berishdi. Demak, hozir aqliy salohiyatimiz pasayishni boshladi deyapti. Hech qaysi avlod o'zidan oldingi avloddan pastroq ko'rsatmagan, Gen Z'ga kelganda bu narsa o'zgardi. Tushunarli? Nima sabab bo'lyapti? Maktab o'zgaradimi? Yo'q, Gen Z maktabga ko'proq boradi o'zi. Maktabda shuncha texnologiyalar rivojlandi, to'xtanglar deyapti, keyin aynan shu sababki texnologiya sabab bo'layotgandek bo'lyapti, bizani izlanishlarimizdan kelib chiqib deb o'ylayapmiz deyapti. Tushunarli? Qanchalik ko'p maktabga texnologiya integratsiya qilinsa, shunchalik aqliy salohiyat ko'rsatkichlari pasayayotgandek tuyulyapti deyapti. Qaysi aqliy? Hamma aqliy salohiyat ko'rsatkichlari. Xotira deysizmi, e'tibor deysizmi, cognitive, yani hamma aqliy salohiyatga nima javob bersa, hammasi pastroq chiqdi Gen Z'da uni ota-ona, undan oldingi avlodga qaraganda deyapti. Nimaga shuncha rivojlanish bo'ldi? Texnologiya rivojlandi, dars qilish, nimadir o'rganish osonlashib ketyapti-ku. Nimaga unaqa bo'ldi? deb savol berishingiz juda ham tabiiy. Mana inshaalloh endi sizlar bilan o'zi qaranglar, bitta avlod bilan ikkinchi avlodni orasidagi farq mayli, bitta odam hayotini o'zida aqliy salohiyati tushib ketayotganini hozir kuzatishingiz mumkin. Ikkita avlodni solishtirishingiz ham shart emas. Bitta bola yoshligida juda ham aqlli, katta potensial ko'rsatib, katta bo'lgunigacha subhanalloh miyasi chirib hech narsa o'rgana olmaydigan odam bo'lib qolganini ko'rishingiz mumkin hozir. Shunaqa paytda yashayapmiz hozir. Xo'p, buni sababi nima ekan? Kelinglar izlanishlarga ham ozgina qaraymiz, keyin inshaalloh sabab izlanishlardan juda ko'p narsa olsangiz bo'ladi, rostdan. Izlanishlardan juda ko'p narsa olsangiz bo'ladi. Hozir o'sha izlanishlarga qaraymiz inshaalloh. Bismillah. Xo'p, bu yerda nima deyapti? There has been a marked rise in reports of cognitive challenges deyapti. Xo'p, ko'rib chiqamiz, bismillah. Izlanishga kirishdan oldin aytaman, bu ma'lumotni Financial Times gazetasini bosh reporteri post qilgan o'zini akkauntida. Agar to'liq ma'lumotni ko'rmoqchi bo'lsangiz, inshaalloh pastda linkini qoldiraman, ko'rib o'qisangiz bo'ladi o'zingiz inshaalloh. O'zini kommentini o'qisangiz bo'ladi. Bu ma'lumotlarga qanaqa kommentar berganini. Xo'p, birodarlar, bu yerda nimaga qaravommiz? Yaqinda IELTS topshirganlar yo'qmi? Taskoningizdan chiqib qolmadimi? There has been a marked rise in reports of cognitive challenges. Share of US 18-year-olds who report particular issues on at least 5 of the past 30 days. Ya'ni Amerikadagi 18 yoshlilarni oxirgi 30 kun ichida, taxminan oxirgi 30 kun ichida hech bo'lmasa 5 kunda, o'sha 30 kunda hech bo'lmasa 5 kunida ikkita narsada muammolar, ma'lum bir muammolarni ular muammolarga duch kelgan bo'lsa, o'shani ular report qilgan, o'sha narsa haqida ma'lumot berishgan deyapti. Qanaqa muammolar? Difficulty thinking or concentrating, ya'ni fikrlash yoki e'tiborni jamlashda muammo bo'lgan bo'lsa, o'sha narsani aytishgan, yoki trouble learning new things. Yangi narsani o'rganishda ularda muammo bo'lgan bo'lsa, o'sha narsani ham aytishgan. Mana shu ikkita narsada 18 yoshli amerikaliklar qanchalik qiynalgan. Bizda hozir Y o'qi foizni ko'rsatyapti, ya'ni izlanishda qatnashgan yoshlarni necha foizi bu qiyinchiliklarga duch kelgan. X o'qi bo'lsa, vaqt o'tganida bu ko'rsatkich qanchalik o'zgargan. Tushunarli? Vaqt o'tishi bilan bu ko'rsatkich qanchalik o'zgarganini ko'rsatyapti. Barakallohu fikum. Endi e'tibor beramiz. O'zgarishlar qattiq ro'y beryapti. E'tibor beramiz, birodarlar. Ikkala ko'rsatkichda ham taxminan bir xil vaqtga kelgungacha ko'rsatkichlar stabil, ya'ni bir xil ketayotgan bo'lgan, taxminan ozgina o'zgarishlar bilan ikkalasida ham, lekin mana mashaqqa kelganida o'zgarish katta bo'lib tepaga qarab ketyapti ikkalasida ham. Ya'ni mana taxminan 2010-yillarni boshlarida 18 yoshlilar Amerikada fikrlash va e'tiborni jamlashga qiynalish boshlagan va yangi narsalar o'rganishga qiynalishni boshlagan 2010-yillarni boshlarida. Mana sezilarli darajada oshib ketyapti. Qiynalayotganlarni foizi oshib ketyapti. Nima bo'lyapti ekan bu yerda? Endi keling yana bitta izlanishga e'tibor beramiz. Bu yerda o'rtoqlar o'smirlar va ulg'aygan kattalarni, ya'ni mantiqiy fikrlash va muammo hal qilishni o'lchaydigan testdagi ko'rsatkichlarini ko'rishimiz mumkin deyapti va o'smirlar va ulg'aygan odamlarni ajratib o'lchaganligini aytyapti. Tushunarli? Xo'p, o'smirlarni mana ko'rib turibmiz, science, ya'ni
ilm fan, matematika, fizika, kimyo va hokazo, biologiya mana shunaqa narsalarda tekshirishgan, science o'qishda va matematikada tekshirishgan bo'lsa, ulg'aygan kattalarni, ya'ni numeracy va literacy, ya'ni hisob-kitob va o'qish, ya'ni savodxonlikda tekshirishgan ekan. E'tibor beringlar birodarlar, bu yerda ham o'tgan safar ko'rgan izlanishimizga o'xshab bir xil vaqtda taxminan mana shu yoqda, taxminan mana shu yerda qaranglar, keskin pasayib ketish kuzatilyapti. Keskin pasayib ketyapti har bitta ko'rsatkich. Ya'ni o'smirlarda mana shu science, reading va math, matematika o'qish va ilm fan ko'rsatkichlari pasayib, ya'ni borgan sari mana shu narsada past ball olishyapti va ulg'ayganlarda-chi? Ulg'ayganlarda ham qaranglar, taxminan mana shu vaqtda 2010-yillarning boshlarida ayniqsa savodxonlik keskin sho'ng'ib ketyapti pastga. Pasayib ketyapti. O'smayapti. Nima bo'lyapti 2010-yillar boshlarida nimalar bo'ldi degan savol sizni o'sha qiynayotgan bo'lsa kerak. Yana bitta juda ham qiziqarli izlanish, the decline of reading. Ya'ni o'qishni, ya'ni o'qish mashg'ulotini pasayib ketyapti. Percentage of US teenagers who read in their leisure time. Ya'ni Amerikadagi o'smirlarni bo'sh vaqtida Amerikadagi bo'sh vaqtida kitob o'qiydigan o'smirlarni foizini ko'rsatyapti. Bizda to'q ko'kdagi grafikimiz, liniyamiz almost every day, deyarli har kuni o'qiydiganlarni ko'rsatkichi, och ko'kda hardly ever, kamdan kam kitob o'qiydiganlarni ko'rsatkichi. Yana o'sha qora davr, mana mashta taxminan hamma narsa keskin o'zgarib ketyapti. Keskin o'zgarib ketyapti mashta, mana hardly ever, ya'ni kamdan kam kitob o'qiydiganlarni ko'rsatkichi tepaga qarab ketyapti. Ya'ni odamlar borgan sari kamdan kam kitob o'qiyapti, ya'ni borgan sari deganda odamlarni kamdan kam kitob o'qiydigan odamlarning foizi ko'payib ketyapti va deyarli har kuni kitob o'qiydiganlarning foizi kamayib ketyapti. Yana o'sha 2010-yillarning boshida. Yana bitta narsani eslatib o'taman. Bu yerda hozir u izlanish oldinda emas, lekin o'smirlarni keskin ruhiy holati, psixologik ruhiy holati keskin tushib ketgan davr ham aynan shu 2010-yillar atrofiga to'g'ri keladi. Endi hozir million dollarlik savol. Nimaga? Nima bo'ldi 2010-yillarning boshida bizani aqliy salohiyatimiz tushib ketishni boshladi, diqqat saqlamaydigan bo'lib qoldik, yangi narsa o'rgana olmaydigan bo'lib qoldik, o'qish, matematika, science, mana shu narsalarda past ko'rsatkich ko'rsatish bor. Nima bo'ldi 2010-yil atrofida degan savol sizga ham kelayotgan bo'lsa kerak. To'g'risini aytsam, 2010-yillar meni yaxshi esimda. U paytda endi ingliz tilini o'rganishni boshlagan paytlarim edi. Taxminan 2012-yillarda yozda tug'ilgan kunimni boshlagan edim. Va u paytda aniq esimda odamlar nima haqida rosa ko'p gapirayotgan bo'lgan. Ya'ni hammani e'tiborida, hamma o'sha narsa haqida gapirayotgan. Hozir misol uchun hamma AI, sun'iy intellekt haqida gapirayotgan bo'lsa, 2010-yil atroflarida hamma telefon va internet haqida gapirayotgan edi. Har kuni yangi telefonlar chiqadi. Voy, sensor degan narsa chiqibdi, subhanalloh. Voy, endi sen telefoningda knopkasiz boshqara olar ekansan. Sensor degan barmog'ingni bundoq qilsang boshqara olar ekansan. Video yoki audiolarni telefoningga yozib olib, o'zing bilan olib yurib, eshitib yura olar ekansan yurgan yo'lingda. Subhanalloh, va kamera, ijtimoiy tarmoqlar har kuni yangi narsa chiqayotgan. Bunga hammaning e'tiborida shu telefon va uni yordamida internetdan foydalana olish imkoniyatlari, hamma shu narsa haqida gapirayotgan edi shu 2010-yillar atrofida. Aytmoqchi bo'lganim shu davr atrofida telefon degan narsa odamlarni hayotini o'ta muhim qismini egallashni boshladi va odamlar o'zini yangi do'sti bilan borgan sari ko'proq vaqt o'tkazishni boshlashdi. Ajoyib ironiya bo'lyapti deb o'ylaymizlarmi? Bizani borgan sari yaqinlashtirish uchun, ijtimoiy birlashishimiz uchun o'ylab topilgan narsalar oxir-oqibat bizani oldin umuman ko'rilmagan darajada antisotsial yoki o'zimizni yolg'iz yoki introvert dek his qilishimizga olib kelib qo'yishini tasavvur qilish qiyin. Ya'ni maqsadi qanaqa edi, natijasi qanaqa bo'ldi? O'zi aksar o'zini introvert deydigan odamlar menimchalik introvert emas. Nimagadir hozir o'zini introvertman deb aytish modada bo'lib qoldi. Lekin alhamdulillah deyman, o'sha paytda 2010-yil atroflarida bizani oilamizni menga aynan
telefon olib berishga, hech bo'lmaganda internetga kiradigan telefon olib berishga mablag'imiz bo'lmaganiga hozir alhamdulillah deyman. O'zi subhanalloh qarang, o'shanda voy pulimiz yetmaydi deb o'ylagan narsamizni Alloh subhanahu va taolo ne'mat bizga qilayotgan ekanki, mana shu narsaga pulimiz yetmagani, mablag' bo'lmagani, shu narsaga o'zi ne'matligini mana endi hozir tushunib yetayapman. Shuning uchun alhamdulillah deyman. Shuning uchun o'zi har doim alhamdulillah deyishimiz kerak, chunki Alloh subhanahu va taolo har doim hamma narsani hikmat bilan qiladi. Ingliz tilini o'rganib, dars berishni boshlab, o'qishga kirishimga ozgina qolganda birinchi sensorli telefonimni olganman alhamdulillah va hozir ozgina orqaga qarasam, rostdan ham o'sha paytdan beri bu device meni aqliy mehnat qila olish qobiliyatimga yaxshigina ta'sir qilib kelyapti. Lekin hop, telefon va e'tibor ekonomikasini atrofida aylanuvchi yoki uni to'g'ridan to'g'ri instrumenti bo'lgan texnologiyalar bu pastga qarab ketayotgan trendning sababi bo'lsa, endi nima qilamiz? Hammasiga shu telefon aybdor, telefon bo'lmaganida bunaqa muammolar bo'lmas edi deb hamma narsani telefonga to'nkash bilan ish bitmaydi. Bunaqa deb o'tirish bilan bizni bu muammoga, bu yangi fenomenga qanaqa javob berishimiz kerakligini aniqlamaymiz. Lekin nima unda telefondan voz kechamizmi? Nima bo'ldi? Umuman telefon ishlatmay qo'yamizmi? Yo'q, bu menimchalik o'ta radikal yechim va agar bu yechimga boradigan bo'lsak, 10-15 yil oldin borish kerak edi. Hozir uje barcha infrastrukturalar, moliya, ta'lim tizimi, hamma narsa telefon degan device'ning atrofiga qurilyapti va hozir bu narsadan voz kechish praktически uje iloji yo'q deb o'ylayman, Alloh alam. Va shu bilan birga, xo'p, telefonlar bizani demak, aqlimizni pasaytirib yuborayotgan ekan, lekin qo'limizdan hech narsa kelmaydi-ku, telefonlardan voz kecha olmaymiz. Demak, shunchaki bu narsani qabul qilishimiz kerak. Endi nima qilamiz endi? Boshqa hech narsa qila olmaymiz deb avloddan avlodga aqliy salohiyatimiz pasayib ketayotganiga ham qarab o'tirish ham noto'g'ri. Lekin telefonlar bizga qanaqa qilib bunday ta'sir o'tkazayotganini aniqlasak, telefonlardan voz kechmagan holda balkim bu muammoni oldini ola olmaymiz, chunki o'zi sodir bo'ldi. Balki bu muammoni orqaga qaytara olamiz, jarayonni reverse qila olamiz balkim Allohning izni bilan. O'zimda olib qarasangiz, muammo telefonlarni o'zida emas. Muammo telefon va shunga o'xshash texnologiyalarni atrofida shakllanib qolgan e'tibor ekonomikasida. Instagram, Facebook va shunga o'xshash platformalarni boshlang'ich maqsadlari hozirgidek bo'lmagan. TikTokdan tashqari. TikTok har doim yomon bo'lgan va yomon bo'lib qoladi menimchalik, Alloh alam. Ya'ni bu platformalarning birinchi qadamlari odamlarga qanaqadir foyda ulashi, odamlarga yordam berish degan fikr bilan boshlangan. U rostdan ham manfaatli bo'lganmi yo'qmi, u ikkinchi masala. Lekin vaqt o'tishi bilan ular anglab qolishdiki, pul topish uchun ular o'z biznes modelini boshqatdan ko'rib chiqish kerak. Ya'ni hozirgi shakllanib qolgan e'tibor ekonomikasida o'z biznesini saqlab qolish uchun bu platformalar eng manfaatli, eng ko'p qiymat beradigan bo'lish kerak emas. Nima qilish kerak biznes saqlab qolish uchun e'tibor ekonomikasida? Eng o'ziga o'tkazib qo'yadigan, eng tobe qilib qo'yadigan, odamlarning e'tiborini maksimal darajada o'ziga qaratib ola oladigan platforma bo'lish kerak. Mana qanaqa qilib bu ekonomikada saqlab qolsa bo'ladi biznesini deb tushunib qolishdi. Odamlarning e'tiborini o'zida maksimal darajada saqlab qolish bilan odamlarga maksimal darajada qiymat va foyda berish degan narsa umuman boshqa narsa ekan. Nimaga unaqa? Odamlarga foyda ulashsa bo'lmaydimi? Odamlarga manfaat bersa, odamlar ham ularga qaraydi, odamlar ham ularning platformasiga ko'p kiradi emasmi? deb savol berishingiz mumkin. Yo'q, unaqa emas ekan. Hozir odamlar maksimal foyda olish uchun emas, vaqtini maksimalni chalg'ish uchun o'tkazishni xohlaydi. Ko'proq chalg'isam deydi. Bu narsa ularga manfaatli emasligini bilishadimi? Albatta bilishadi. Lekin baribir nafs shuni xohlayotganda, odamlar nafsi borgan sari ko'proq chalg'ish turlarini ham borgan sari radikallashtirib, ekstremallashtirib borishni xohlaydi. Chalg'ishning turlari. Endi bu narsani tushunasizlar, qanaqa kontentlar haqida gap ketyapti, qanaqa narsalar, qanaqa yomon odatlar haqida gap ketayotganini tushunasizlar. Manfaatli narsa turganida odamlar ko'proq chalg'ishga e'tibor, vaqtini, pulini o'zini ham tikib olar ekan. Shunaqa reallikda hozir doimiy chalg'ish holatida yashayapti aksar odamlar. Shuning uchun qayerda ko'proq e'tibor va ko'z bo'lsa, reklamachilar o'sha yoqqa ko'proq pul tiqadi va o'sha platforma bundan ko'proq pul topadi.
bizani Vayner va Beeline blogerlarni ham jarayonini shunga o'xshatsa bo'ladi. Faqat yagona farqi ular boshida ham Alloh alam odamlarga foyda ulashishni xohlab boshlaganiga ozgina shubham bor, to'g'risini aytsam. Qanaqa qilib men Vine olib xalqimga xizmat qilaman deyish mumkin? Bilmadim. Ular e'tiborini o'zida saqlab qolish uchun borgan sari ko'proq betayin, befarosat, bachkana, faxsh, uyatsiz, haromni ko'proq ko'rsatishyapti. Oddiy qilib aytganda tubanlikka yangi cho'qqilarni zabt qilishyapti. Nimaga? E'tibor qayerda bo'lsa, reklamadatellar ham o'sha yoqqa borishadi. Ya'ni pul ham o'sha yerda bo'ladi. Endi bu e'tibor ekonomikasi deganda shu narsa tushiladi-da. Yaqinda buni o'zimiz guvohi bo'lmadikmi? Kimdir yaqin orada bo'lmishligi bilan mashhur bo'lib ketdi va odamlar undan reklama sotib olish boshladi. Nimaga? Chunki e'tibor unga qaragan edi. Undan oldin bitta odam zino qilganligi bilan butun xalqqa tanilib ketdi-da, subhanalloh, undan ham reklama sotib oladigan odamlar chiqdi. Pul oldi o'sha odam, pul topdi. Nimaga? Chunki e'tibor unga qaragan edi. E'tibor ekonomikasi. Kimdirlar e'tibordan qolib ketmaslik uchun nimalarga bormayapti? Chunki odamlar ularni kuzatmay qo'ysa, pul ham kelmay qoladi. Shuning uchun kontent borgan sari oldingizdan ashaddiyroq bo'lib borish kerak. Shuning uchun aytaman, e'tibor ekonomikasi bizani aqlsizlashib ketayotganimizga eng katta sabablardan bittasi. Vayner va Beeline uyatsiz blogerlarni o'zi emas albatta. Ular shunchaki iymoni, vijdoni va uyat degan narsani yig'ishtirib qo'yib, bu e'tibor ekonomikasidan parazitlarga o'xshab foydalanayotgan odamlar xolos. Lekin aynan eng katta muammo nimada? Bu narsalarga shakllanib qolgan talab va unga javob berayotgan bozorda. Nima uchun unaqa? O'zingiz o'ylab ko'ring. Sizni qo'lingizdagi telefon, telefoningizdagi ilovalar, ilovadagi kontent qilayotgan odamlarning aksari sizni e'tiboringizni qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham u sizga foydalimi, manfaat keltiradimi, yo'qmi, umuman farqi yo'q. Qanaqa bo'lsa ham sizni e'tiboringizni o'ziga qaratishga harakat qilyapti. Bu sizni doimiy chalg'ish holatiga soladi. E'tibor doirangiz tushib ketadi, hech narsaga 1-2 daqiqadan ko'proq diqqatingizni saqlab o'tira olmaydigan bo'lib qolasiz. Yangi narsa o'rgana olmaydigan bo'lib qolasiz. Fanlar sizga qiyinlashadi, xotirangiz pasayib ketadi va hokazo. Boya aytib o'tilgan statistikalarni o'zi. Endi o'zingiz o'ylang. Biz har kuni qo'limizda ko'tarib yuradigan narsa. Har kuni unga soatlab vaqtimizni va e'tiborimizni beradigan narsamiz. Va aksar ishimizni uning ichida bitiradigan device'imizni bizani chalg'ishimizga, aqlsizlanib ketayotganimizga asosiy sabab bo'lsa va aksar odamlar rostdan ham shunaqa, chunki tan olishimiz kerak, telefon va uning ichidagi kontent hozir bizani eng katta arzon dopamin manbayimiz bo'lib qolgan. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, bu xuddiki narkomanni oldida bir pochka dori ko'tarib yurish bilan bir xil emasmi? Lekin bu ham hali bizani aqliy salohiyatimiz tushib ketayotganiga asosiy sabab emas deb o'ylayman. Asosiy sabablardan biri biz hozir doimiy chalg'ish holatida ekanmiz. Oldingi avlodlarga o'xshab biz hozir miyamizni chaqlaydigan, aqlimizni ya'ni mukammallashtiradigan mashg'ulotlardan ancha ajralib qoldik. Vaqt kam ajratamiz. Agar umuman ajratayotgan bo'lsak, keling boyiga izlanishga bir ro'ga yana qaytamiz. Bitta narsani kelishib olishimiz kerak. Kitob sizni aqlingizni rivojlantiradi. Kitob bizani aqlliroq qiladi. Albatta duch kelgan kitobni o'qib ketirish kerak emas. Ya'ni kitobni to'g'ri tanlash kerak, lekin umumiy qilib olganda kitob sizni e'tiboringizni bitta narsada ko'proq saqlashga olib keladi. Suhbatlaringizni konstruktivroq shaklga kiritadi. Atrofingizda sodir bo'layotgan hodisalarni sababiyatini yaxshiroq tushunishni boshlaysiz va umuman qaraganda aqliy mehnat qilish osonlashishiga olib keladi kitob o'qish. Kitob o'qish bu odam uchun eng fundamental aqliy gimnastika. Tasavvur qiling, miya muskul bo'lsa, bizni mana shunaqa kitob o'qishda mashg'ulotlar bilan uni yaxshiroq, tetikroq, sog'lomroq va bizga ko'proq xizmat qiladigan holatga olib kelishimiz mumkin bo'ladi. Misol keltiraman. Butun dunyo og'ir qishloq, mana shuni o'chirib tura qoling, hozir kerak emas ekan. Butun dunyo og'ir qishloq xo'jaligini ustiga qurilgan ekonomikadan ko'proq aqliy mehnat qiladigan va ofis ishlar atrofida aylanadigan ekonomikaga ko'chganidan keyin 50-60-yillar atrofida biz bitta narsani sezishni boshladik. Odamlar ko'proq sog'liqqa
bog'liq muammolarga duch kelishni boshladi. Ya'ni shu ekonomika o'zgargandan keyin qishloq xo'jaligidan ko'proq aqliy mehnat, ofislarda ishlash boshladi ko'proq odamlar. Shundan keyin biz 50-60-yillarda sezish boshladik, to'xta odamlar ko'proq kasal bo'lishni boshladi endi, deyishni boshladik. Oldin odamlar fermada, zavodlarda ishlashgan, og'ir narsalar ko'tarishgan, kuni bilan oyog'ida bo'lishgan. Ya'ni butun kun aktiv hayot tarzini yuritishgan, ya'ni bitta joyda o'tirishmagan. Aktiv hayot, ya'ni badan tarbiya, shunchaki yashash orqali badan tarbiya qilib yurishganda. Hozir bo'lsa odamlar ofisda ishlayapti. Aksar odamlar albatta, hamma emas. Ofis ishlaydi, qimirlamaydi deyarli, bitta joyda o'tirishadi. Aqliy mehnat bilan faqatgina pul topishyapti aksar odamlar. Bu bo'lsa bizani badanlarimizga kutilmagan surpriz bo'ldi. Biz bunga qanaqa reaksiya qildik? Bu ofisda ishlayotganimiz uchun kasal bo'lamiz ko'proq. Bo'ldi, yig'ishtiringlar, ketdi u fermaga, bo'ldi. Ofisda ishlamaymiz endi, fermaga, zavodlarga qaytamiz demadik-ku. Nima dedik? To'xtanglar. Oldin nima bor ediki, hozir o'sha narsa yo'q. O'shaning uchun biz endi hozir ko'proq kasal bo'lamiz. Aktiv hayot tarzi ekanda bizda hozir yo'q bo'lib qolgan narsa. O'shaning uchun ko'proq kasal bo'layotgan ekanmiz degan xulosaga keldik. Shundan keyin odamlar zalga chiqishni, bu sport bilan shug'ullanish kerakligini tushunib yetishdi. Oldin bu haqida o'ylashmasdi ham. Chunki ehtiyoj ham yo'q edi. Har kuni shundoq ham mashg'ulotlar qilib yurardingiz. Fermaga borganingiz yoki zavodda og'ir narsalar ko'tarib va hokazo. Shunchaki yashab bersangiz bo'ldi. Aktiv hayot tarzini yuritgan bo'lardingiz. Hozir bo'lsa transport chiqib ketdi, texnologiyalar, fast foodlar va hokazo hayotimizni osonlashtiradigan narsalar chiqib ketgandan keyin alohida sportga vaqt ajratish kerak degan ehtiyoj paydo bo'ldi. 60-70-yilda odamlar boshqacha fikrlashni boshlashdi. Shug'ullanib turishim kerak, yugurishga chiqishim kerak, zalga chiqib turishim kerak, bu badanni tonusda ushlamasa bo'lmayapti degan fikr endi odamlarda dominant bo'lish boshladi. Mana shu bizani hozir miyamiz bilan bo'layotgan yaxshi emas fenomen yoki trendga juda ham zo'r analogiya bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hop telefonlar, texnologiyalar sababli biz hozir shunaqa aqlsizlashib ketayotgan ekanmiz. Bu muammoni yechish uchun biz endi telefonlardan, texnologiyadan, internetdan oldingi bo'lgan zamonga qaytishimiz shart emas. Xuddi fermadan ofisga o'tgan odamlar sog'liqlariga bog'liq bo'lgan muammolarga duch kelganida ofis tashlab yana fermaga qaytib olmaganidek. Lekin hozir biz taxminan shu 2010-yillardan oldingi odamlar shundoq ham har kuni shundoq ham qilib yurgan aqliy mehnatlarni biz ularga alohida vaqt ajratib qilishga ehtiyoj sezish boshlaymiz endi. 15-20 yil texnologiya evolyutsiyasida unchalik katta period bo'lib tuyulmasligi mumkin, lekin aynan shu davrda odam zotida undan oldin umuman Alloh alam bunaqa tezlikda bo'lmagan rivojlanish sodir bo'ldi. Lekin 2010-yilda yaqindagina odamlarning odatlari, qiziqishlari, hayot tarzlari, nimani norma deb hisoblaymiz, nimani umuman qabul qila olmaymiz, nimani qabul qilib bo'lmaydi degan tushunchalari juda tez o'zgarib ketdi. Men o'zim esimda 2010-yillarda ingliz tilini o'rganayotganimda o'zim bilan qalin bitta kitob ko'tarib yurardim. Slovar, ya'ni so'zlarni tarjima qilish uchun kitobdan topardik so'zlarni. Hozirgilar tasavvur qila olishadimi bilmadim. Kitob istardik, so'zi tarjimasini, ma'nosini topish uchun. Telefon va internetdan oldin. Hozirgilar endi bilmadim. Subhanalloh, ingliz tilini o'rganayotganlar internetda o'zi siz bu o'rganish jarayonini tasavvur qilish oladimi yo'qmi, Alloh alam. Yoki akamlarga qanaqadir maktabdan referat mavzu berishgan bo'lsa-da, hali ham esimda, subhanalloh, yoshligimizda olamlarning uylariga borib, katta ensiklopediya kitobligisi bo'lardi. Aynan xolamda bo'lardi o'sha ensiklopediya kitoblar. O'sha kitoblarni atroflarimizga yoyib olib, titkilab o'tirardik. Mana shu narsa haqida ensiklopediyada ma'lumot bormikan, uni rus tilidan tarjima qilib, referat qilib yozib boraman deb akamlar ancha harakat qilardik. Hozir shartda sun'iy intellekt yozasiz, hamma ma'lumotni sizga beradi. Yoki onamlarning ishxonadan chiqishlarini vaqtida endi kiraverishda kutib o'tirardim-da, o'sha vaqtdagi охранникlar crossword yechib o'tirishardi. Crossword gazetada. Va men ularga yordam bergan odam bo'lib, ularga shu crossword savollariga javob topishga harakat qilib o'tirardim. Mana shu narsani dopamin olardim, maza qilardim shu narsani. Tasavvur qilsam, aqliy mehnat, ya'ni miyazni chaqlaydigan narsalardan qo'pol aytganda kayf olish, aqliy mehnatdan
Hozirgilarni aksari vallohu alam endi unaqa bo'lmasin deb umid qilaman-ku, lekin hatto kitob o'qib ham maza qilishmaydi. Kitob o'qib zavq olish degan narsa nimaligini bilishmaydi. Odamlar 15-20 yil ko'proq kitobxon bo'lganiga to'g'risini aytsam dalilim yo'q-u, lekin o'sha paytda ishonchim komilki odamlar ko'proq aqliy mehnat qilgan. Vallohu alam. Xo'p, unda yechim nima? Aqlsizlashib ketayotgan ekanmiz. Tushunarli. E'tibor ekonomikasida bizni yutqizyapmiz, ya'ni. Odamlar bizdan foydalanyapti, e'tiborimizni olib pul topishyapti va hokazo, ya'ni. Bizni nima qilsak bo'ladi? Yana aqliy salohiyatimizni tiklash va uni mustahkamlab, rivojlantirish uchun nima qilsak bo'ladi? Kitob o'qish odatini shakllantirish eng yaxshi to'g'ri qarorlardan bittasi inshaalloh. Albatta shunchaki kitob olib unga qarab o'tirishmas yoki boshqalarga o'rtoqlaringizga men kitob o'qiyapman deya olish uchun kitob o'qish emas. Rostdan ham bu kitob qiziqqan mavzuyingizdagi kitob olib, undan foyda chiqarib hayotingizga tatbiq qilish. Kitobxon deganda Alloh ham shu narsani tushunsa kerak, to'g'rimi? Shunchaki kitob olib, undan foyda chiqarmaydigan, shuncha kitob o'qigan degan nom kitobxon deyilmasa kerak. Kitob o'qish haqida bitta chiroyli video qilganmiz. Barakallohu fikum. Undan ham foyda olsangiz bo'ladi. Pastda linkini qoldiraman. Foydalaning. Kitob o'qish, birodar, sizning miyangiz uchun zo'r aqliy gimnastika. Ajrimaniya va turnikka tortilish miya uchun. Kitob o'qish sizni shaxsiyatingizga aylanish kerak. Kitobxon bo'ling. Ayniqsa hozir sizga tushuntirib berishga harakat qilgan muammoni kontekstida kitob o'qishga bunchalik hali Alloh alam muhtoj bo'lmaganmiz. Yana qaytaraman, to'g'ri kitob o'qishga. Kitobni to'g'ri o'qishga va to'g'ri kitob o'qishga. Albatta kitob o'qiyotganingizda telefoningiz oldingizda turmagani yaxshi. Boyagi analogiyamiz esizdami? Narkomanni oldida bir pochka dori olib yurganday bo'ladi. Umuman olib qaraganda esingizda tuting. Siz bu narsani kitob o'qish sizni shaxsiyatingizni bir qismiga aylanishini, kitobxon bo'lishni siz birinchi o'rinda Alloh uchun qilyapsiz. Keyin o'zingiz uchun qilyapsiz. Boshqalarning atrofida kitob o'qiganingizni maqtanish uchun, ko'z qilish uchun emas, hayotingizga manfaat olib kelish uchun, aqliy salohiyatingiz tushib ketmasligi uchun, balki rivojlanish uchun qilyapsiz. Maqsadingiz mana shu. Shuning uchun xolis yondashishimiz kerak. Boshqalar ko'rmayotganida telefonni shu kitob orasiga qo'yib olib tiklab o'tirish emas. Lekin kitob o'qiyotganingizda oldingizga telefoningizni qo'yib qo'ysangiz, yana notificationlarni yoqib qo'ygan bo'lsangiz, ekranni o'ziga qaratib qo'ygan bo'lsangiz va hokazo, bu bilmadim qanchalik xolis yondashuv Alloh alam, lekin telefoningiz siz bilan xuddi gaplashayotgandek tuyulish boshlaydi. U qarab soatni tekshirib qo'y, yozishmaganmikin, qara yengil yo'qmikin deb dopamin deb miya yana sizga arzon dopaminga haydashni boshlaydi sizni. Kitob o'qish albatta eng yaxshi yechimlardan biri. Men o'zim uchun kashf qilgan boshqa bir nechta yana metodlarni aytadigan bo'lsam, men qanaqadir muammoni hal qilmoqchi bo'lsam, qanaqadir masalaga duch kelsam, shunchaki ko'chaga chiqib ketib, o'zim bilan o'zim fikrlab yurish yaxshi ko'raman. Shunchaki o'ylab, fikr yuritishni. Men va o'sha masala. Bo'ldi, yolg'iz. Iloji boricha boshqa narsalarga chalg'ishdan bosh tortaman. Shunchaki chuqur fikrlash jarayoni. Maza qilaman. To'g'risi, qanaqa zo'r ideyalar keladi mana shunaqa paytda tasavvur qila olmaysiz. Yoki ba'zida oilam bilan sayr qilib, Alloh subhanahu va taolo bizga bergan har xil ne'matlarni bir-birimizga sanab fikrlaymiz, ya'ni. Atrofingizdagi shovqinni, chalg'ishlarni hammasini o'chirib qo'ysangiz, Alloh subhanahu va taolo sizga qanaqa ne'matlar berganini sanab, fikringizga nima ne'matlar kelishini ko'rsangiz hayron qolasiz, to'g'risi. Bu ham menimchalik chuqur fikrni talab qiladi. Diqqatni jamlashni majbur qiladigan hobbilarni shakllantiring o'zingizda. Til o'rganing. Eng zo'rlardan bittasi til o'rganish. Birodar, til o'rganish bundan oldingi deyarli barcha aytilgan yaxshi, konstruktiv, samarali narsalarni hammasini o'zini ichiga oladi. Tushunmoqchi, to'g'rimi, birodar? Aqliy mehnat qiling. Lekin undan ham muhimrog'i arzon dopamin beradigan, miyangizni chiritadigan har xil omillarni cold turkey, chopping. Ularga nima kiradi? Befoyda qisqa kontent, vaynerlar, betayin uyatsiz blogerlar, fahsh, musiqa, pornografiya, betayin bachkana prikol videochalar, qimor yoki siz borligingiz haqida xabari ham bo'lmagan mashhur odamlarning hayotini kuzatib yurish. Ya'ni
Ro'yxat juda ham uzun. Va o'zingiz uchun diqqatli ish nima va nima emasligini belgilab oling o'zingizga. Masalan, diqqatli ish kechasigacha uxlamay o'tirib duch kelgan ishlarni qilib o'tirish emas. Shunchaki kechasigacha uxlamadim shu ish qilib deyish uchun yoki band bo'lib ko'rinib o'tirish emas shunchaki. Yoki kimdir sizni qaqqadir chaqirsa ketib qovurish emas. Kafega borib olib, MacBookchalarni ochib olib, Telegramdan sizga kimdir yozishini seriozniy emotsiyalarni yoqib olib kutib o'tirish emas. O'qimaydigan kitoblaringizni polkaga taxlab qo'yish yoki bittada 8 ta ish qilish yoki u diqqatli ish hisoblanmaydi. Agar uni qilayotganingizda siz qayta-qayta chalg'ivursangiz. Birodar, diqqatli ishni rejalashtiring, uni himoya qiling va motivatsiya va to'g'ri vaqtda kutmang. U kelmaydi. Bu videodan foyda olgan bo'lsangiz nima qilishni bilasiz? Like, kommentariy, ulashish va hokazo. Birodar, imoningizni asring. Barakallohu fikum. Assalomu alaykum.